Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Andijon viloyati Asaka tumaniga o'sha 4 teshik 4 ta rom kelganmiz. Oldini narxini aytaman. 12,8 ming so'm bo'ldi. Xo'sh, bu teshikimiz razmeriga keladigan bo'lsa 2 metrga 245. Xo'p, teshikning o'zini razmeri 120 lik. Balkon profildan foydalanganmiz. Aynaga oqqa kerak. Uchu zamonlar graf firmasiga tegishli. Bosh 4 ta petlali. Ochilish yopishlari cho'tki holatda. Bu teshigimiz razmeri 75 ga 2 metr. Mana shu razmerimizdan 3 ta. Ochilish yopishlari cho'tki holatda. Romini eni 1 metr, balandligi 70 santimetrdan 2 ta. Xonamizda yana bitta shu razmerdan bor. Bu eshigimiz razmeri esa 75 ga 2 metr. Romimiz esa 65 ga 80. Qaday yonlari komfort firmasiga tegishli. Qirali. Shotga holatda. Buni razmeri 80 ga 2 metr. Tayyorga qumlar. Ochilib yopishlari cho'tki holatda. Shu romi 1 metrga 70. Sizlar bilan zo'raki bo'ldi.